Quyosh cheksiz kengliklar bilan uchrashgan joyda bulutlar, azim chinorlar o'zbek xalqining mustahkam iroda va ishonchi uzra soya solgan o'lkada abadiy xotira yashaydi. Bahorni unutib, bundan sal kam bir asr oldin jonini vatan va tinchlik uchun tikkan o'g'lonlar, ayollar, urush tufayli qurbon bo'lgan bolalarni yodga olaylik. Ko'zining oqu qorasini ona zaminga topshirgan onalarni, suyunchidan erta judo bo'lgan otalarni, xalqim deb shahid bo'lgan bobolarimizni ruhlarini shod aylaylik. Bugun insoniyat tarixidagi eng qayg'uli bayram, eng muhim va eng shonli kun. Bugun Abdulla Tagayev, Mamadali Madaminov, Ahmadjon Shukurov, Sobir Rahimov, Abdulla Otaxonov kabi millionlab yurtimiz qahramonlari fashistni tormor etgan sana. Noma'lum askar qiyofasida 100 minglab insonlarga bag'ishlangan kun. 10 minglab bolalarni sen yetim emassan deya bag'riga bosgan ajdodlarimiz xotirlari qadrlanadigan kun. Bu tarixga muhrlangan kun. Bu 35 jildga sig'mas abadiylikdir.